Yel chiqsa istinjosiz tahorat ilish. Savol. Assalomu alaykum. Yel chiqsa istinjosiz tahorat olsa bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Yel chiqsa cho'ng yoki kichik tarat qilganda sunagandaglar tahorat sunib ketadi. Abdullah ibn Zayd al-Mazini radhiyallohu anhu aytadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga namoz o'qitib yel chiqib ketgandek to'yladigan odamning ahvoli aytilib, u kishi namozni to'xtatamdi deb so'ralganda Rasululloh yo'q, ovoz anglaganiga yoki puroq purg'an qadar degan. Istinjo fiqh istilohida oldi orqa ikki tarat eg'izidagi va uning atrofidagi najosat qoldiqini chalma va shuningdek bir narsa bilan surtib yoki suv bilan yuvib tozalashdan iborat. Bu sababdan istinjo degan cho'ng yoki kichik tarat sunagandeklar kerak bo'ladi. Faqatla yel chiqqan bo'lsa najosat bo'lmagandan keyin istinjo qilish kerak emas. Bu barliq olimlarning birdaq qarashi. Balki tahi Hanafi mazhabda agar cho'ng yoki kichik tarat qilmagan ahvolda yeldan istinjo qilish bid'at deb qaralgan. Bu ularning nazarida haromligini ko'rsatadi. Undaq bo'lishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatida yeldan istinjo qilish kelmagan. Buningga asosan yel chiqib ketsa tahorat sunib ketadi. Qayta tahorat almoqchi bo'lsa istinjo qilmayla yuz qo'llarini yuyib, og'zi burnini chayqab, beshig'i masih qilib tahorat olsa, ya'ni dastur qilsa bo'ladi. Imom Ibn Qudama aytadi: uxlagan yoki yel chiqib ketgan kishiga istinjo qilish kerak emas. Buningda biror olimning boshqacha ko'z qarashi borligini bilmaymiz. Imom Ahmad rahmatullohi alayh Allohning kitobida yoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatida yeldan istinjo qilish yo'q. Faqatla istinjosiz tahorat olib o'tish kerak degan. Imom Malikmi yeldan istinjo qilmaydi. Agar cho'ng yoki kichik tarat qilsa, ashu maynat narsa chiqqan joyning o'zini yuyivsin. Kichik tarat qilgan bo'lsa, suydik yo'li ig'zinila, cho'ng tarat qilgan bo'lsa, shu o'rinila degan. Imom Navaviy aytadi: barliq olimlar yeldan, uyqudan, ayollarni tutishdan va zakarini tutishdan istinjo kerak emasligiga birdek ittifoq. Shialarning ba'zilaridan istinjo vojib bo'ladi deganligi kelgan bo'lsa-mu, shialarning qarshiligi hisobga ilinmaydi. Shayx Nasr Intihob degan kitobida yuqorqilardan birasi uchun istinjo qilib qolsa bid'atdir degan. Jurjani yeldan istinjo qilish makruh degan. Vojib deb qaragan shialar Zaydiya mazhabi bo'lib, ular yeldan istinjo qilishni vojib deb qaragan. Bu qarashning tuzuk dalili bo'lmag'achqa ahli sunnat olimlari tarafidan rad qilingan. Yeldan istinjo qilmasimi bo'ladi deyishning dalili. Faqat Qur'on yoki hadislar bir narsani vojib deb belgilaydi. Istinjo qilishni vojib deydigan biror oyat yoki hadis yo'q. Uyqudan qo'pgan kishi uyqu asnosida yel qo'yib berishdan xoli bo'lolmaydigan turuqliq Alloh taolo tahorat olish oyatida uni istinjo qilishga buyurmagan. Namozga turmoqchi bo'lsanglar, yuzinglarni, qo'linglarni jaynikinlargacha yuyinglar. Beshinglarni masih qilib, putinglarni o'shqonlargacha yuyinglar. Maida surasi 6-oyat. Onun ustiga yelning puruqi sesiq bo'lgani bilan uning nejis moddasi yo'q. Agar uningdan istinjo qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, u tekkan ishdan nima yuyish kerak bo'lgan bo'ladi. Ba'zilar bu masalada yeldan istinjo qilgan kishi bizdan emas degan hadisni dalil qilgan bo'lsa-mu, buni Ibn Adi al-Kamil degan kitobida rivoyat qilgan bo'lib, raviylari ichida zaif kishilar bo'lg'achqa bu intayin zaif hadisdir. Agar yel chiqqanda yel chiqqan joy quruq bo'lsa, istinjo qilish ketmaydiganligida makruh yoki bid'atlikida olimlar yuqorida bayon qilinganidek ittifoq. Ammo nam bo'lgan taqdirda ba'zi olimlar yel chiqqan joy nam bo'lsa-mu istinjo qilish yo vojib yo mustahab emas desa, yana ba'zilar yel chiqqan joy nam bo'lsa istinjo qilish makruh bo'lmaydi degan. Bu nam bo'lgan ahvolda istinjo qilsa bo'ldiganligini ko'rsatadi. Yuqorqilarga binoan amaliy turmushimizda yel chiqqan joy xalil nam yoki ho'l bo'lsa istinjo qilsa bo'ladi. Chunki namlik bir oz najosat moddasining borligiga dalolat qiladi. Buni har kishi o'z ahvoliga qarab mo'ljarlasa bo'ladi. Bo'libmi, ichi surib ketish ahvoli ko'rilganda yel bilan birga biror narsa sezsa istinjo qilayotgani tuzuk. Ba'zi kishilar namoz vaqti bo'lmagan chog'da cho'ng yoki kichik tarat qilib istinjo qiladi. Keyincha namoz vaqti kirganda namozga tahorat olmoqchi bo'lganda qaytadan istinjo qilishi lozim deb o'ylab qolib, qayta istinjo qilib etadi. Aslida bunday qilish kerak emas. Chunki cho'ng yoki kichik tarat chiqqan o'rinni pokizlab istinjo qilayotgandan keyin tarat chiqqan o'rin pokiz bo'lgan bo'ldi. Bunday ahvolda qayta cho'ng yoki kichik tarat qilmasa, u yer maynat bo'lib ketmaydi. Natijada tahorat olmoqchi bo'lsa, qayta istinjo qilishi kerak bo'lmaydi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatullah.
Fatvalar majmuasi 1 tom 33 numurliq fatva.